Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Mana bugun shaharlarimiz zakaz bo'yicha Namangan shahriga chiqarib yuboryapmiz. Bor bo'yoq bo'ldi 1170. Konteyner mahsulotdan tayyorlangan 6 profildan stenasi 308 bo'ladi. 1 metrni 5 chak 180 ming so'mdan beryapmiz. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa siz aytgan razmerga ham yasab bera olamiz. Mana bu yerda esa xudo xolasa razmer bo'yicha bitta klientimiz zakaz qilishgan. Yashab qo'yganmiz. 7 metr 2 dona, 8 metrdan 2 dona, 2 metrdan 2 dona. Keyin mana ko'rinishdagi ustunlik ham zakaz qilishdi. 10ga 15, stenasi 308 bo'ladi. Bo'yin uzunligi 460 bo'ldi. O'rtada bitta choki bor. Klientimiz zakaz bo'yicha tayyorlab beryapmiz. Konteynerimizda barcha turdagi mahsulotlar sotuvda bor. Firma kerak degan insonlar uchun ham mana ko'rinishdagi firmalar to'qib berib, ustunovkasini qilib bera olamiz. Qiziqqanlar uchun albatta pastda telefon ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib chiqaverasizlar. Xudo xolasa konteyner mahsulotimizni ham mana ko'rinishdagi 4x4 profillarimizni ham chiqarib qo'yganmiz. Sifatli arzon narxlarda. 4x4 bo'ladi. Stenasi 1.8, bo'yin uzunligi 2.60, bir donasini optimga 40 ming so'm beryapmiz. O'sha shu ko'rinishda 4x4 bor. Stenasi eng kamida 2lik qalin bo'ladi. Klasidan farqincha. Bo'yin uzunligi 2.60, bir donasini 44 ming so'm beryapmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayi tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Mana shu afishadagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa yaqa uchun 42-maktabda ro'parasidamiz mo'ljal uchun. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishgan narxda chirik qilib beramiz.